Kuryapsanmi ustimdan? Buni qanday yeyman? Shu la'natli to'yga kelmaylik degandim, oyog'im tortmagandi meni. Mana oqibati nima bo'ldi? Hammasi senlardi deb bo'ldi, senlardi. Hammasiga sen aybdorsan. Sen sababchisan hammasiga. Nima bitta menman aytgan. Mana bu ham kuldi-ku. Meni nimaga qo'shasan? Sen emasmi? Xotinini zar tashlashga majbur qilgan. To'xta. Undan ko'ra bu yerdan chiqishni yo'lini topish kerak. Urushdan foyda yo'q. Diqqat savol. Sen jonimga tegib ketding. Ber o'sha savolingni. Uni yasagan odamga u kerak emas. Uni sotib olgan odam undan foydalanmaydi. Uni ishlatgan odam esa buni bilmaydi. Savol. Bu nima? Ism Nukana? Yo'q, noto'g'ri topsam bo'laman. Nima ekan javobi? Haykaltarosh bo'lsa kerak. Haykaltaroshmikan-a? Men javobini topishim kerak. Menga endi farqi yo'q. Topamanmi, topmaymanmi? Menga endi farqi umuman yo'q. Men bu savol javobini bilaman. Tobut bu. Tobut. Javob to'g'ri. Bilardim. Senlar o'lasan. Men chiqib ketaman bu uydan. Savolni javobini topgan zar tashlaydi. Ishla zarini. Voy erkak. Erkakman. Hovlida bordir yemak, yemasang boshing ketdi demak. Ha, o'zi qornim ochidi. Bu sharti nima bo'pti? Oson bajaraman, ketaman uyga. Bugun! Buncha qorong'u bo'lmasa buni uyi. Qayerda ekan endi yemagi? Ha, topdim. Kuryapsanmi ustimdan? Buni qanday yeyman? Mayli. Bo'lganicha bo'ladi. Shu shartni bajaraman. Shu la'nat uydan ketaman. Bo'ldi, yetar. Jonim olsa olsin. Yemayman buni.